Olmos Rezidensiyadan olib kelib, 2 xonali kvartiramizni sotuvga qo'yamiz. 2 xona bo'ladi, 47 kvadrat metr olib kelib, masalaga bitta to'liq holatda obzor qilib beraman. Xo'p, bu yoqimizda balkonimizni ko'rsak bo'ladi. Balkonimizni ham to'liq holatda yo'q ko'rishgan ekan. Yaxshigina yechim qilishgan ekan. Xo'p, bu yoqimizni zal deb hisoblasak, bu yoqimizdan olib kelib bitta spalni foydalansanglar bo'ladi. O'zini tashqariga qaragan oynalari bilan, tem bo'lib bu novostroyka olib kelib, 5-qavatda turibmiz. 9 etajlik domimiz bor olib kelib. Bu yoqdan chiqqanimizda prixoshkani ko'ramiz olib kelib. Prixoshkadan kirganimizda bu yoqda ajoyib garderob qilib foydalansanglar bo'ladi. Ko'radigan bo'lsak, chap qo'limizda ko'radigan bo'lsak, bitta sanuzolimiz bo'ladi. Общий bu yoqimizdan xudo xolasa oshxona qilib foydalansanglar bo'ladi. Nisbatan sal kichikroq, lekin bu yoqga xudo xolasa chiroyli bitta mebellarni yasattirsanglar, juda ham bir ajoyib chiqadi xudo xolasa. Xo'p, 47 kvadrat metr olib kelib, bu 2 xona bo'ladi. 5-qavatda turibmiz. 9 etajlik novostroyka domimiz bo'ladi olib kelib. Lift hamma shart-sharoitlar bor. Olmos metroga 700 metr masofada turibmiz olib kelib. Xo'p, narxini aytadigan bo'lsam, 56400 dollar so'ralyapti. Xudo xolasa yana sunnatga o'tib beradigan joylarimiz bor. Kadastrlari chiqqan olib kelib. Raqamlarimizni ham qoldiramiz, aloqaga chiqasizlar. Xuddi shunaqa remontlidan olib kelib, yana 3 ta kvartiramiz bor. Bundan tashqari aloqaga chiqinglar, xudo xolasa hammasini ko'rsatib o'tamiz. Salomat bo'linglar.